Qizingiz uyga eri bilan qaynonasi bilan urushib borsa, hech qachon qizingizni qaynonasi va erin oldida o'tirtirib qo'yib, "Sen yomonsan, seni tiling yomon" demang. To'g'ri, balki qizingizni tili yomondir, lekin qaynonasi va erini oldida agar qizingizni yomonlasangiz, uni jamiyat yomonlaydi. Ertaga qizingiz yuziga ular solib beradi. Dash ota-onangga keraksizsan, kimga keraksan, bori yo'qol deb haydab biladi, urib biladi. Ayollarni yomoni bo'lmaydi, uni qanday to'g'rilashni bilmaydigani bo'ladi. Mayli, qiz keldi, nima deyish kerak? Quda bilan alohida gaplashish kerak, kuyov bilan alohida gaplashish kerak, qiz bilan alohida gaplashish kerak. Qizga, bolam sen bizga keraklisan, lekin biz ham oilangni saqlab qolishga harakat qilamiz. Kel, qayerda muammo bo'ladi? Balki eringga gapirishni bilmayapsanmi? Balki ering seni tushunmayaptimi? Kel, jonim bolam deb chiroyli er bilan muloqot, erga itoat ilmini o'rgatishimiz kerak. Ayolni keraksizlik hissiga tiqish kerak emas. Bu yoqda er tushunmayapti, bu yoqda qaynona tushunmayapti, bu yoqda bola, bu yoqda ota-onasi. Bitta tomoq tashab, g'irt beganaga aylab o'z-o'zini ta'minlashni boshlaydi. Ana endi haqiqatda nikoh ichkaridan dars ketadi, so'qlashishni boshlaydi.